Video yozishni boshladim. Endi biz hozir battinni to'g'rilashimiz kerak. Battinni qanday to'g'rilayapmiz? Avtomatikda turibdi bu hozir. Biz dum-dumaloq qilmay qo'yaveramiz. Sal rounded qilib qo'ysak ham yetadi bizga hozir. Shape'ni. Dumaloq qilib qo'ysangiz pastdagi raqamlarni dumaloq qilib ko'ramiz. Bu hozir rounded turaversin. Hop, joylashuvi. Text. Bu clear degan tugma bo'ladi. Clear. Mana pastdagi tugmani tepaga olib chiqdik. Bittasi to'liq hamma raqamni o'chirib oladi, bittasi bittalab o'chiradi. Masalan, 100 kiritgan bo'lsangiz 10, keyin 1, keyin 0 bo'lib qoladi. Yoping. Tiramanglar 45 ga. Davay. Yopdik. Ha. Xuddi shunaqa. Yo'q. Joylashdi. Mayli endi. Hop, clear joylashdimi? Clear'da rangi qanaqa ekan sizlar telefonlaringda? Mana bu rangga qo'yib qo'yamizmi? Sariqqa. Muhammadiyor. Ustoz. Yo'q ko'ring. Zaratga qo'yib qo'ying, yonida chiroq yonib turadi. O'shandan bilib olasiz. Xo'p, clear joylashdimi bizda? Xuddi shu tugmadan ikkita qilamiz, ikkinchisi endi nima bo'ladi bizda? Ikkinchisi. Voy. Back space emoji. Ana, backspace emojilar bir dunyo bormoqda. Qaysi biri mos bizga? Joylashdimi? Bo'ldi. Telefonda yig'ishtirdik. Sal uzunroq yo'qmi ekan? Hali yetar ekan bizga. Hoppa. Birinchi qator shu holatda tursa, ikkinchi qatorda bizda tugmalarimizning rangi oqmidi? Mana oq. Mana tugmani hozir o'chirib turamiz. O'ch. Ha? Ichiga qaysi raqam bor bu yerda? 987. Kalkulyatorda o'zi shunaqamidi? 789 ekan. Bitta 987 qilib qo'yibdi. Demak, biz hozir qo'yadigan raqamimiz 7 ekan mana bu yerga. 7. Joylashdimi? Endi biz bitta qatorga 4 ta tugma qo'yishimiz kerak. Shunda necha foizdan to'g'ri keladi har biriga? 25. 25 dan, ha? Demak, width'da biz 25% ga qo'yib olishimiz kerak. Ana. 25 emas, biz 24 ga qo'ysak, orasini sal ochishga ham joy qoladi. 24. Hoppa, joylashdimi? Endi bu necha raqam bo'ladi? 8. Keyingisi 9. Keyingisi 1.
bo'lish amali. Bo'lish, keyin buni rangi ko'k ekan oxiri. Tagi. Ay 25% sal ko'payib ketdi, 24%. 20% bo'ladi so'z qara. 22 dan bersak bo'lar ekan. 22 Bunga ham 22. Ana. Joylashib oldimi? Matnini oq qilib qo'yamiz ekan, ha? Oq. O'xshadimi? Hoppa. Endi 6 5 to'g'ri ekan keyingi qatorimiz. Bunisi 6. Nega? Bu teskari edi-yu, mana kalkulyatorga qarashimiz kerak. 4 5 6 ekan. 4 5 6. Bunisi qaysi belgi bu? Ko'paytirish. Ko'paytirish x bilan bo'laveradi. Mana. Bu necha endi? Bu 3. Keyin pastdan o'rtada. Voy. Konsiz bo'lib qoldi. 1 2 3 keyingisi qo'shishmi, ayrishmi? Ayrish ekan, ha? Ayrish. Xo'p, oxirgi qatorimiz bizda. Eng chekkada. Bu clear tugmasini tepaga olib o'tganmiz. O'rniga nima qo'yamiz endi? O'rniga 0 ni joylashtirib olishimiz kerak ekan. Matnimiz 0, keyingisi teng belgisi. Mana bu nima edi? Plusmidi? Plus. O'rtada bitta ortiqchalik qilyaptimi? Buni delete qilamiz. Keyin mana bu chiroyli turish uchun tengni sal kattaroq qilib qo'yamiz. Bu 22 dan joylashgan bo'lsa, buni 44 qilib qo'yamiz. Ana. Joylashdimi? Mana shu bir qatorni yo'qotib joylashtirib olishimiz kerak edi mana shu yerga. Mayli, clear chetda turib turaversin o'rtada. Teng, o'xshadi. Hammasi bo'ldimi bizda? Nima kamchilik qoldi bizda? Kodi? Sirasi kodimi? Nimadir kamchiligi bor bizda hali. Mana bo'lish qaysi battinda turibdi? Battin 6 ekan, ha? Shuni eslab qolishimiz osonmi? Battin 6 bo'lish deb. Yo'q, nomini o'zgartirib chiqamiz. Label 1. Bu bizda ekran. Nima bo'ladi? Screen bo'ladimi? Labeli screen bo'ladi endi bu. Screen. Ya'ni natijalarni hamma sonlarni shu yerda chiqarib turamiz. Screen. Label 2. Kerak emas, shunchaki joy. Clear. Button clear. Keyingisi buni nima deymiz? Bittalab o'chirishdi. Button delete deylik mana. Endi bunisi button 7, button 8, button 9. Bo'lish nima edi? Inglizchasiga. Bo'lish. Divide. Divide. Keyingisi button to'rtmi bu?
button 4. Button 5. Bunun ustida button 6. Keyingisi button ko'paytirish. Multiplication bo'ladi. Multiplication bo'ladi. Keyingisi 1. Button 1. Button 2. Endi ayirish topib turinglar. Button 3. Ayirish. Button nima bo'ladi ayirish? Ayirish. Bilmaysizlarmi? Ayirish. Men ham esimga kelmadi. Subtraction ekan. Subtraction. Subtraction 0. Button 0. Hop, tengchi. Button teng. Teng nima degani? Teng. Equal. Qo'shish plyus emasmi? Qo'shish. Button qo'shish emas, add bo'ladi adashma. Qo'shish. Mana add. Yoki addition bo'ladi, hani misollarda qo'shishingiz. Addition. Tengni rangini sariq qilib qo'yamizmi? Bo'lishni rangi nima? Bo'lish ashaqalarda sariq qo'yib, o'zlarini qora qo'yish yaxshiroq. Qani, oqqa foni nima? Mana tenglar bilan bir xil bo'lib qoladi keyin. Shu holat yaxshi emasmi? Amal yaxshi. Dizaynini endi bitta tekshirib ko'ramiz. O'tgan safar eslasalaring, matnlarimiz joyiga kelmay qoldi. Shunaqa ish bo'lmasligi uchun hozir bitta tekshirib ko'ramiz. Men mishkam ishlamayman. Demak, bizda ulandi. Ana bu. Uncha qanaqda bu? Aytma dizaynni to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ustozlar, orasiga narsa qo'yamiz, oshiramiz. Shunday chiroyli bo'lib joylashadi. Har bittasini orasiga bitta label tashlab yuboramiz. Mana ikkalasini orasiga bitta label tashlasam, keyin buni tekstini o'chirib qo'ysam, sal ochildi orasi. Xo'p. Labelni width avtomatik emas. Piksellarda bir 10 piksel berib qo'yaylikchi qani. Orasi ochildi. Ha, orasi sal ochildi. Mana uni balandligi sal oshib qolibdi bizda. 12 emas, 8 berib ko'rar ekanmiz bunga. Bo'ldimi? Ha? Rounded bo'ldi. Kichkinaga. Xo'p. Endi mana bu labelimizni boshqa joylarga ham tashlab chiqamiz. Xo'p. Orasi ochildimi? Orasi ochildi.
Xuddi shu labelni bo'ldi, yig'ishtiringlar ortiqcha gap. Xuddi shu labelni har bittasini orasiga tashlab chiqamiz. Xo'p. Hammasini orasi ochildi. Endi battirlarning orasini ochishimiz kerak. Xuddi shu labelda endi battirlar orasiga ham tashlab chiqishimiz kerak. Hop, bittasi ochildi orasi. Ana. Joylashdimi birinchi qator? Xuddi shu labellar endi yana boshqa joylarga ham ketish kerak. Qani u label qayerga tushdi? Qayerga tushdi bu? Bir, ikki, uch, mana 4-sini o'chirishimiz kerak. Hoppa. Dizaynimiz qanday bo'ldi? Mana shularni ichiga tortganimiz qanday bo'ladi? Yaxshi bo'ladimi? Yo'q, o'rtada turgani yaxshimi? Yo'q, bu chekkaga olishimiz kerak, yo'q, narsiga mana bu holatda yoki ana bu ikkalasini orasini ochish kerak. Orasini ochib ko'raylik. Demak, bitta orasini ochib ko'raylik, o'xshamasa boshqasini qilib ko'ramiz. Shuni 100 qilib ko'raylik, qani orasi ochilarmikan? Sal ochamizmi yoki bo'lmadimi? Bo'lmadi. Buni pikselni 5 ga qaytaramizda unda. Xo'p, mana bu horizontal alignment ichiga kirib, align horizontalni right ga qo'yib qo'ysak, mana o'ng tomonga o'tadi. Endi bo'ldimi? Bo'ldi, salda. 0 kichkina emasmi? Ustoz, bo'ldi, shuni qatoriga qo'yib qo'yaylik, chap tomonga. Yo'q, 0 sekin oshib boradi-yu, sig'may qoladi. Xo'p, endi kodiga o'tamizmi? Ama yonga o'tkazsam ketib qolyapti. Shuni to'g'rilab qo'yamiz. Qaranglar. Screenga o'tamiz. Screenga o'tib, sal pastga tushsalaring, bizda screen orientation bor. Shuni portretga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, hech qayerga ketmaydi mana. Mana. Portret degani mana shu tikka turishi. Keyin agar siz landscape ga qo'yadigan bo'lsangiz, landscape ga mana bunaqaga o'tib qoladi. Har doim mana shu holatda turadi. Tikka qilsangiz ham. Ya'ni o'yinlar o'ynaysiz, shu holatda joylashtirilgan bo'ladi. Bizga portret kerak hozir. Portret Avtoaylantirish emas portret. Portret tikka turish degan. Portret rasm bo'lsa ham, tikka turgan rasm bo'ladi bu yerda. Avtomatik aylantiradagani unspecified. Mana shunda. User bo'ladigan bo'lsa, mana telefondan avtoaylantirishni yoqqan bo'lsangiz aylanadi. Agar yoqmagan bo'lsangiz aylanmaydi. Ha, userga kirsam aylanmayapti. Endi avtoaylantirishni yoqib ko'raman. Qani ekan menda, mana ekan. Sos, bu Samsungmi? Mana endi aylandi. Honor. Android. Menga avtoaylantirish noqulay. Kodiga o'tamizmi? Demak, kodni bir raqamini yozishdan boshlaymiz unda ekranga. Bir bosilganda ana u narsaga bir qo'shilib qolish kerak, to'g'rimi? Tekstga. Bo'ldi. Xo'sh. Bloksga o'tdik unda. Bizga ikkita o'zgaruvchi kerak. Ikkita o'zgaruvchi. Birinchisi hozir kiritayotgan sonimiz, ikkinchisi men birorta plyusni bosadigan bo'lsam, u plyusni bosgandan keyin oldinga kiritgan sonim qat'iyatdir yo'qolib 0 bo'lib qoladi-yu, yangi son kiritishga. O'sha A bilan B, ya'ni ikkita qo'shiladigan sonlarni
saqlab turishim uchun ikkita o'zgaruvchi kerak menga. Qo'shib ketsachi ustoz, oddiy qanday kalkulyatorlarga o'xshab. Qo'shib ketsachi. Ustiga qo'shib ketsangiz ham mana bu ikkita o'zgaruvchi kerakda. Oldingiz qiymatni eslab turishingiz kerak qaytadi. Siz 100 kiritdingiz, keyin yana yangi son kiritmoqchi bo'lsangiz 0 dan boshlanadi-yu. Oldingi soningizni eslab turishingiz kerak. Noldan boshlanadi. Просто oddiy kalkulyator o'xshab, ya'ni kilo bo'lsin-da. Ha. Yo'q, unaqasini qilishga hozir ulgurmaymiz. Undan ancha ish qilish kerak. Demak, variable ga o'tdik. Bitta o'zgaruvchi kerak bizga. Birinchisi A deylik yoki first deylik. First. Boshida 0 bo'lishi aniq. Xuddi shundan duplikat, keyingisi second. Ya'ni ikkinchi son. Ikkinchi sonimiz ham 0 turibdi. Endi nima bo'ladi? Men 0 da 1 da bosadigan bo'lsam, ekranga 1 chiqish kerakmi? To'g'rimi? Aniqmi? Xo'p. BTN 1 dan boshlaymiz unda. BTN 1. BTN 1 mana. Bosilsa, mana bu first ga 1 qo'shishim kerak. 1 qo'shishim kerak. Keyin uni ekranga chiqarib qo'yishim kerak. Xo'p, o'zgaruvchilarga qaytaman. Set global first ga. Endi qaranglar. Qator qo'yinglar, ekranda 2 turibdi. Men pastdan 3 ni bossam 5 bo'lib qolish kerakmi, 23 bo'lib qolish kerak? 5. Evet, qo'shilish kerak. Ha, 21. Ha, makta 5 turibdi. Pastga 3 bossam 23 bo'lib orqasiga yozib qolish kerakmi? Aniqmi? Agar plus bo'lmasa. Yo'q, to'g'ri son ketayotganmiz. Kalkulyatorga kirdim. Mana 4 5 bossa orqasiga yozib ketyapti. Xuddi shunaqa qilish uchun nima qilishim kerak? Mana o'ylab ko'ringlar. Hali aksariyatga joy qo'shadi. Ha. 4 turibdi ekranda. 5 ta bosadim, orqasiga 5 bo'lib 45 bo'lib qoldi. Qanday qilib qo'shyapsanlar? Oldin 4 edi, 5 qo'shilib 45 bo'lib qoldi. Logika. Hani o'sha 0 yoniga yana mana telefonda oxirigacha joylantirish kerak yozilgan. Nima? Joylantirish kerak yozilgan, unga yozilmagan bo'ladi. Keyin Sizga savol. Uxlamayman. mana so'z. Mayda telefonni so'z. Ko'r. Mayda 0 turibdi. O'zgartirsiz, ya'ni uni qo'shib yana mayga naqani qo'yib ketasiz-ku, nima batinni. Keyinchiga sanasizlar. Ana, uzilib qoldi. Qarang, savolni tushundilaringmi? Xo'p, savolni tushundilaringmi? Qanday bo'ldi savol? Savol takrorlayverasiz. Bizda yozgan hech narsa ham yo'q ekan. Ha. Xo'p. Mana bizning ekranimiz deylik, mana shu yerda. Ha, ekranimiz, shunaqa funksiyasi bor-da. Bu yerda 1 turibdi. 1. Pastdan biz 2 ni bossang necha bo'lib qolish kerak shu? 12. Qanaqa matematika bo'lyapti hozir? 1 2. Qanday qo'shyapti? Siz qanday axir? Ha, makta chizganim uchun sal xira qilib ko'rsatib qo'yapti-da. Qanday axir? Oldin 1 edi, 2 qo'shildi, 12 bo'lib qoldi. Logika. Qanday qo'ysa bo'ladi? Oddiy plus bilan. Plus amali bilan qanday qilib qo'ysa bo'ladi? Onga 2 ni qo'shyapti. Yaxshi yo'lda ketyapsiz. To'g'ri yo'lda ketyapsiz.
Keyin qanday qilib oladi? Birida uni 10 ga olish uchun nima qilishimiz kerak? Birda 10 qilishimiz uchun. Ha. Oldiga 0 qanday qo'shasiz? 8 qo'shish kerak. Yo'q. Birda 10 ga ko'paytirsangiz necha? 10. 10 ga 2 ni qo'ysangiz-chi? Shunaqa matematika bo'lyapti bu yerda. Mana ekranda turgan sonni 10 ga ko'paytiradi-da, oxiriga o'sha sonni qo'shib qo'yadi. 10 ga ko'paytirsam mana 7450 bo'ladimi? Unga 5 qo'shsam 7455 bo'lib qoladimi? Shu matematika bo'lyapti. 7545 ekan. Matematika amal plus kerak. Plus faqat o'rtada bitta ko'paytirishimiz ham bor. Ko'paytirish amalimiz bor. Bu nima qilyapti? Variable dan get qilib olyapmiz bitta. First ni olyapmiz. Unga nechini ko'paytiryapmiz? Nechini ko'paytiryapmiz? 10 ni ko'paytiryapmizmi? Alo. 10 ni ko'paytirdikmi? Ekrandagi songa. Keyin nechi qo'shaman? Bitta ham 1 bo'lsa, 1 qo'shib kerakmi? Birinchi tugma bosilsa? Mana endi hozir sizlar bilan birni sinab ko'ramiz. Menimcha uzilib qoldi mana. Ha, nimaga ochib olyapsizlar? Yo'q, kompyuterni ochib olganlaring bilan hozir foydasi yo'q. Prosta doskadagi logikani tushunishingiz kerak. Tushundilaringmi qanday qo'shib olayotganini? Ekrandagi sonni 10 ga ko'paytiramiz, oxiriga degan sonni qo'shamiz. Nima bo'ldi? O'zgarmadi. Nima o'zgarmadi? Mana bu o'zgaryapti, lekin label o'zgartirmadi pastda. Pastga labelni o'zgartirishga kod yozib qo'yishimiz kerak edi. Ana label screen. Set text tekstga o'zgaruvchilardan global first qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana. Ko'payib ketdi bizda birlar. Chunki undan oldin ancha bosib tashladik-da. Qotga yo'q. Undan oldin birlarni bosdik-ku, o'sha hisoblab qo'yibdi mana. Birda bossam 1 bo'ldi. 11 111 4 ta 1 bo'ldi. Endi o'tgan narsa bitta tugmani tanlab olib, keyin uni duplikat qilib ko'paytirib tashladik. Bu bizda try degan qoidamizning buzilishi edi. Bugun o'shani to'g'rilaymiz. To'g'rilash juda ham oson. Mazza qilib ishlatasizlar. Qaranglar. Har bitta tugma bosilganda faqat mana birda o'zgaradimi? 5 ta bossak 5 bo'ladi, 6 ni bossak 6 bo'ladimi? Demak, funksiya hosil qilamiz yana bitta. Funksiya. Bu nima bo'ladi? Bu button bosilish, tugma bosilishi. Button click bo'ladi. Raqam nima degani? Raqam number. Button click number degan funksiya ochyapman. Ana nastroykamizga bossangiz input qo'shib beradi. Input. Ha. Voy, qani bu? Mana shu yerdan bitta input olib olishimiz kerak. Ustoz. Ha. Ashuni u yoniga o'rdish yoniga. Xo'p, button number. Yoniga. O, mana bo'ldi, topib oldik. Number. Demak, bu son qabul qiladi. Keyin xuddi mana buni ichidagi narsalarni bajaradi. Bolajonlar, yig'ishtiringlar telefonni. Mana birda joyiga endi mana numberni qo'yib yuborishim kerak.
Hatta o'zgaruvchidan olamanmi endi get qilib? Qani biz inputimiz? Number turibdi. Biz mana numberni olishimiz kerak. Numberni qayerdan olsak bo'lar ekan? Shuni bilishimiz kerak. Numberni qayerdan olsak bo'ladi? Nima bor? Bor, kalonkasida bor. Yo'q, u joyda bilmayman, xabarim yo'q. Muhammadiyor. To'g'ri o'tiring. Xo'p, mana funksiyani chaqirib, ichiga numberga 1 berib yubordik. Endi mana numberni olishni ko'rib olishimiz kerak hozir. Numberni qayerdan chiqarib olsak bo'lar ekan? Ha. O input qo'ydik. Bu raqamni qayerdan olamiz endi? To'g'ri o'tiring. Bitta narsani topib olaylik biz. Ha, mana topib oldim. Ustiga olib kelsangiz bo'ldi ekan. Xo'p, get number. Endi biz qaysi tugmadan qaysi raqam berib olsak, o'sha raqam bosilib ketaverishi kerak avtomatik. Biz faqatgina mana bu narsani ko'paytirib chiqamiz xolos. Button 1 emas, endi button 2. Mana bu yerga 2 beramiz. Endi sinab ko'rishimiz kerak. Ha, 2 bosildi. Endi shuni yana qolgan 8 ta tugmaga ham qo'yib chiqamiz. Ha, 1-2 bo'lgan bo'lsa, ikkitasiga qo'yib ko'rdik-ku. Ha, ikkitasiga qo'ydik-ku, hozir 8 ta qoladimi? 4. 4. Shuni mana yerga tekst qilib tahlil ketaylik. 3 4 5 5 Button 6, bunisi ham 6. Bolalar, sizlarga topshiriq hozir. Hozir bitta raqam bossam ko'p bo'lib ketyapti. Aytaylik, men maksimum 8 tagacha raqam kirita olay. Shuni o'ylab turinglar. Maksimum 8 tagacha. Maksimum 8 dan. Ha. 8 tadan ko'p raqam kirita olmaydi. 8 tadan ko'p bo'lsam, hech narsa qo'shmaslik kerak. Shuni logikasini o'ylab turinglar. Mana 6 ni qo'yib bo'lgan ekanmiz. Kim topsa vazifasini tekshirishda hisobga olaman shuni. Qanday qilib ko'p raqam kiritish cheklab qo'yish mumkin? Qanday qilib chiqarib qo'yish mumkin shunaqa ishni? Hamma raqamni ishlayapti. Ko'paytirishga ularni olishimiz kerak, keyin mana backspace bo'ladi. O'zbekchasiga delete bo'lishi kerak. Backspace. Sizdan birinchi yasamoq. Sizlar qo'yinglar qo'yinglar. Mana raqamlar oshib ketyapti, tepalarga chiqib ketyapti. Yo'q,
Qanday qilib 8 ta xonadan o'tkazmasligimiz mumkin? Ha? Xo'sh, qani marta aytib turingchi, matga yozaylikchi. Mana if qanaqa shart? Sonni 8 taligini qanday bilib olamiz? Teng? Yo'q. 8 xonali son qaysi xonadan kichikdan bo'ladi? Necha xonali sondan kichik bo'ladi? 9 xonali eng kichik son qaysi? 9 xonali eng kichik son. 9 xonali eng kichik son. 9 xonali 9 xonali eng kichik son. 10 millionda nechta bo'lib ketadi? 8 ta bo'lib qoladi 10 millionda. 100 million. Bo'ldi. 100 million eng kichigi. Va logik kerak emas edi bizga, matematikdan katta kichik kerak. 100 million demaysiz. If agar ana bu tomonga 100 million qo'yaman, 100 milliondan kichik eng katta son bu o'sha 99.999 yo'q, yana ketaveradi. 99 million 999 ming ketadi. 1 mana bu yerga yozyapman. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta nol mana. Bundan kichik bo'lish kerak mana first. Variable get first. Ana, buni ichiga olib o'tib qo'yaman. Bo'ldi, shu bilan bizda 8 xonadan oshmaydi endi raqam. 1 2 3 4 5 6 hamma yo'q. 7 8 90. Bo'ladi. Mana bu boshqa olamiz. 3 ta 9 xonali son bo'ldi, mana kichik. Ha, to'g'ri. Mana 100 milliondan kichik bo'lyapti. Son. Bir xona kichik mana 8 gacha. O'shaning uchun 9 dan qo'shib qo'yadi. Mana bitta nol o'chirsak 9 olmaydi. Bo'laveradi. Bo'ldi. Ha, endi clearga kodini aytinglarchi. Clearni bosganimizda nima bo'ladi? Xo'p, men clearni topib olay, to'xtanglar, clear topib olay. Clear. Birinchi nima? Set. Mana nega chiqib qoldi? Set. First. 0 ga. Qaranglar, bizda second bor, uni ham 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Seconddan ikkinchi son. Ikkalasini ham 0 ga tenglashtirishimiz kerak, clear bosilsa. Endi mana bu screenni ham 0 ga tenglashtirib qo'yishimiz kerakmi? Bo'ldi. Bizda ishlash kerak. O ishladi. Ishladimi? Ishladi bizda. Backspace delete. Delete qanaqa bo'lyapti? Yo'q, bunda bittani o'chirish kerak. Eng oxirgi sonni o'chirish kerak. Bunda logika qanaqa bo'ladi? Yo'q. A buni bir qo'ysak, mana ekrandan 0 emas, bir chiqib qoladi. Mana bir chiqib qoladi. Biz bundan oldingizda tugmaga qo'shayotgan paytimizda nima qildik? Tugmaga qo'shayotganda nima qildik? Oxiriga bitta 0 qo'shib olib, o'sha joyga raqam qo'yib qo'ydikmi? Endi o'sha oxirdagi raqamni olib tashlashimiz kerak. Ha. Hop. Nimaga? Qarang, mana bunaqa ish qilamiz bunda. Duplikat qilaman, button delete bo'ladi, delete. Delete'da qilinadigan ish. Mana bu
klik bosilganda ustiga raqam bosganimizda oshyapti-yu, shuni teskarisi bo'ladi. Teskarisi duplikat qilamiz. Xo'p, mana bu pastdagi kodlar kerak bo'lib qolishi mumkin. O'sha sonni 10 ga bo'lamiz. O'sha sonni 10 ga bo'lamizda butun qismini olib qolsak bo'ldi biz. Tushunasizmi? Mana bu yerda 25 ning 555 turgan bo'lsa, ekranda 10 ga bo'lsam nech qoladi? 2555 butun 5 ni qolamiz. Shu butun 5 ni tashlavoramiz, butun olib qolsak bo'ldi. Buni qanday qilamiz? Mana buni o'rniga bo'lish topamiz hozir. Ya bu bo'lishmas. Shuni o'tiringlarchi. Hop. Bo'lish, mana bo'lish. Bir tomonga bu sonni qo'yamiz, ikkinchi tomonga 10. Mana bu narsa kerak emas bizga. Birinchi songa tenglaymiz buni. Ikkinchi songa hech narsa qilmaymiz, joyida turaveradi. Shuni hozir sinab ko'ramiz sizlar bilan. Nima bo'larkan? Ularni bosdim. Oxirida 5 o'chmayapti. Mana nuqta so'rib ketyapti, lekin 5 o'chmayapti. Mana 3 ta 5 o'chmash kerak. To'g'ri o'chmayapti. 25 butun 5 ga 5 qo'yamiz. Biz mana 5 ni o'chirib tashlashimiz kerak. Olib tashlashimiz kerak. Bo'lishda qolib qoladimi? Ham qismini olib tashlashimiz kerak. Xabaryor. Yo'q, minus emas. Biz buni yaxlitlashimiz kerak. Yaxlitlash. Xo'p, yaxlitlashda ikki xil usuli bor ekan. Aniqroq 3 xil. Birinchisi eng yaqin katta songa, eng yaqin songa yaxlitlaydi. Eng yaqin butun songa. Masalan, 7.8 bo'lsa, uni 8 ga yaxlitlaydi. 7.2 bo'lsa, 7 ga yaxlitlaydi. Nechdan tepa bo'lsa? Endi shuni ikkiga ajralgani bor. Flur bor. Har doim pastga qarab yaxlitlaydi. 7.9 bo'lsa ham 7 qiladi, 7.1 bo'lsa ham 7 qilib yaxlitlaydi. O'sha kerak bizga, ya'ni flur. Ceiling har doim tepaga yaxlitlaydi. Flur qilishimiz kerak, mana undan chiqqan qiymatni. Shunda bizda mana bu joyga keladi mana. Mana. O'xshadimi? O'xshadi. Ha. Men ko'pay plyusdan boshladik. Plyusni bossam nima bo'lishi kerak? Qo'shish kerak. Nimani qo'shadi? Ikkala sonni nomi sonni. Masalan 500 yozsiz, keyin qo'shishingiz turib, yana 100 yozsiz, birinchi kiritilgan sonni, ikkinchi kiritilgan sonni qo'shadi. Demak, mana bu yerga kiritilgan sonni qayergadir orttirishim kerak-da. Bundan ikkinchi sonni olishim kerak. faqat qolish kerak. Xo'p. Demak, bizda addition qani bizda addition delete addition eng oxirroqda edi mana. Bittadan klik bo'lganda mana first degan o'zgarishimiz bor edi. Shundan hammasini secondga o'tib turamiz, ikkinchiga. Ya'ni orqa tomonga o'tib turamiz. Shuni secondga o'tib turamiz mana. Variable set second tanlaymizda, bunga global first berib qo'yamiz mana bu narsani. Mana. Endi global first ni 0 ga qaytaramiz. Xuddi mana blokni duplikat qilib olib, first 0 ga qaytaramiz, faqat mana uni olib tashlab turib, mana bu yerdan 0 ni olib kelib olamiz. 0. Endi ekranga 0 chiqarib qo'yishimiz kerakmi? Yana o'sha set global first. Endi bossam mana plyusda. Ekran 0 bo'lib qoldi. Ikkinchi son kiritishimni kutyapti endi. Ikkinchi son kiritishimni kutyapti. Mana kirsam bo'laveradi. Endi tengni bosadigan bo'lsam, prosta narigi songa o'tib qoladi. Qaranglar. Bu yerda nima qilamiz? Endi biz bu yerda qolgan amallarni ham qo'shamiz hozir ko'paytirish bo'lishdi. Oxirgi marta shu qaysi amalni bosganman, shuni eslab ham qolishim kerak lekin.
To'g'rimi? Unga ham bitta o'zgarish kerak. U doskadagi kod men bilmayman kim yozganini. O'zimning logikam bilan yozyapman hozir. Sizlarga maslahat beraman, boshqani kodidan emas, o'zlaringning logikalaringdan yozishga harakat qilishdi. Demak, amal nima degani endi? Amal? Inglizchasi? Sizlar nimaga keldilaring? Amal boshida bo'm-bo'sh bo'laveradi bu, hech narsa shart emas bunga. Endi biz mabodo qo'shishni bossak, amalda plyus qilib qo'yishimiz kerak. Shunaqami? Set amal tekstdan plyus qo'shib qo'yamiz. Plyus. Bo'ldi. Action. Action qilib qo'yamiz bunda. Aktyor. Bo'ldi. Action bo'ldi. O'xshadimi? O'xshadimi? Demak, endi tengni kodini yozib ko'ramiz sizlar bilan. Teng. Teng bo'lganda nima qilish kerak? Teng bosilsa. Ha. Buni qanday qilamiz? Yo, avval qo'shishni to'liq ishlatamiz, keyin ayirish qo'shishlarni qo'shib ketaveramiz ishga. Demak, endi bizga teng kerak, equal edi tengimiz. Muhammad Mirzo. Ustozlarni qarang. Muhammad Mirzo. Chaqirib turib o'rta qo'lni chiqaryapti. Yozilyaptimi, yo'qmi bu hozir? Bitta yunda. Teng bosilsa nima qilamiz? Shunchaki first bilan second deb qo'shamiz. Agar global action plyusga teng bo'lsa. Qani tekshirib olamiz endi plyusga tengligini? O'tgan narsa mana ikonkasini o'zgartirmoqchi edik. Oxirida esdan chiqib qoldi. Ikonkasini hozir kalkulyatorga mos qilib ikonka yasaymiz. Mana tepasida burchakda rasm chiqib turibdi-yu. Ilovalar orasida ham rasmi turadi. O'sha narsasi. Kalkulyatornikida, kalkulyatorda o'zining ikonkasi turadi rasmi. O'sha narsasini qo'yib chiqamiz. Bitta ham equal bosilsa, bo'ldi. Bo'ldi. Bolajonlar. Xo'sh. Variabledan birinchi hisoblab olaylik matematikadan qo'shishni. Qo'shishni bajarishimiz kerak. Get first ga second ni qo'shishimiz kerakmi? Buniki natijasini qayerda chiqaramiz? Xo'sh. Bu birinchi kiritgan sonimiz, ya'ni ikkinchisi second ikkinchi kiritgan sonimiz. Mana bosib turib, plyusni bossam yo'qolib ketyapti son. O'sha secondda saqlanib turadi. Keyin yana yangi son kirsam, u first ga yoziladi. Keyin ikkalasini qo'shishim kerak. Ha, teng bosganimda qo'shilish kerak. Qanday? Ha, uni ham qilib kelsa bo'ladi. Faqat unga sal logika kerak. Hozir biz amalni bosamiz, tengni bosganimizda natija chiqargan qilamiz. Keyin siz masalan plyusni bosgan paytda oldindan avtomatik hisoblab yangi natijani chiqarib bersangiz bo'laveradi. Masalan 55 plus 35 qilsam, marta siraza 80 yoki 90 qilib qiymat chiqargan qilsak bo'ladi. Faqat hozir teng bilan qiymatni ko'rsatadigan qilamiz. Natijani global first ga yozamiz, tenglaymiz. Qo'shganimizda chiqqan natijani. Keyin mana bu screen ga yana global first ni chiqarib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi qaytadan bitta ishlatib ko'ramiz plyusni. Qaysini bu nechini qo'yishni bilasizlar?
25 plus 53. Natija necha chiqishi kerak? 78. Ha, 78. Ishladimi? Ishlar. Endi faqat bitta kamchilik bor hozir. Ustoz, osmonlar chiqishini chekladingiz. Hozir nechta son, masalan, 8 ta, 8 ta, 8 son. Ha, oshib ketadi. Iya bo'ladi, to'g'rimi? So'radi. Faqat bitta oshib ketadi, uni qo'shimcha son qo'shamiz. Hozir stolda shunaqa desa o'tirsalaring shunaqa holat bo'ladi. Lekin robotga kelganimga 10 oy bo'lgan bo'lsa, robotga kelganimga 10 oy bo'lgan bo'lsa, birinchi marta sizga ko'rdim deb qilishdi. 78 orqasiga son qo'shib qo'ysak bo'ladi. 786 5 plus 5 bo'lsa. Hisoblab ketyaptimi? Mayda endi rostdan oldin 100 bosilganmi yo'qmi? Shunday ishlashim kerak. Mana men oldin bo'lishni bosgan bo'lsam ham orqasidan qo'shib qo'yaveradi-da. Muhammad Mirzo bo'ldi, o'tib ketdi. Bo'ldi. O'zi bular alohida o'tirish kerak-da. Yo'q, ustoz kuyda yaxshi Hozir agar dars paytida ulgurmasa kalkulyatorga, hammasilar yomon ko'radi. Shularni deb qolib ketdik biz. O'shada. Qiladigan ishimiz juda ham kam qoldi. Men sizlarga gapirib, sizlar tinchlantirib, ham tushuntirib ketyapman. Siz prosta yozib ketgansiz kodini. Shu. Demak, teng bosilgandan avval tekshiryapmiz action'da. Control if agar bizda o'zgaruvchilarimizdan action bor edi, eslasalaring. Action. Qaysi amal bosilgani? Logikdan tengni olyapmiz. Agar action textni plusga teng bo'lsa hisoblashimiz kerakmi plusni? Mana narsani olib turaylik. Plusga teng bo'lsa plus hisoblaydi. Duplikat qilib pastga qo'yamiz buni. Agar minusga teng bo'lsa-chi? O'rta minus bo'lish kerakmi? Mana shu yerda minus bo'lsa bo'larmikan bu? Bo'lmasa ekan. Almashtirishimiz kerak ekan. Matematika minus Xo'p, sekundda birinchi kiritgan sonimiz turadimi? Birinchi kiritgan sonni yangi kiritgan sonni ayirishimiz kerak, a? Yo'q. Mana ekranda turgan son first. Sizga ko'rinib turgani. Orqada turgani second. Orqada turgan sonni hozirgisini ayirishimiz kerak, a? Mana joyini almashtirdik. Mana. Ayrishni ham noldan boshlasak, unda qanaqa bo'ladi? Birinchi test bo'lishi kerak. Qanday bo'ladi? Masalan, hozir chiqqandan keyin yana ayirsak, birinchi turadi, sut. Ha. Orqadagi ham qoldi. Noldan ayrishni boshlasak, masalan. Noldan ayirsangiz minus bo'lib chiqib ketaveradi. 0 minus 1 qilsangiz. Minus 1 chiqadi natija. Mana sonni oldida minus ketadi. Hozir ham ko'ramiz o'shani. Balkom, nima bo'ldi kompyuterlaringizga? Xo'p, keyingisi bizda ko'paytirish. Ko'paytirishda x bilan belgilayapmiz. Ko'paytirishni x bilan belgiladik. Ko'paytirish blokimiz. Ikkita sonni ko'paytirdik. Natijamiz aniq bo'ldi. Bo'lish. Bo'lish. Bo'lishda nima bo'ladi? Ikkita sonni bo'lishimiz kerakmi? Endi oxirida natijani chiqarsak bo'ldi.
Mana bizda qo'shishmidi? Mana bu narsa qo'shishmidi? Qo'shishdi. Voy. Xuddi shuni duplikat qilib ayirishga ham qo'shsak bo'ladi. Divide. Mana bu yerga minus qilamiz. Qaranglar. Ikkala kod bir-biridan faqat plus ajralgan xolos. Demak, buni ikkita joyga qaytadan yozishimiz bu o'sha don't repeat yourself. Ya'ni o'zing takrorlanadigan dasturlashdagi eng muhim qoidani tushungan bo'lamiz. Buni ham bittaga qo'ysak, ishimiz anchagina yengillashadi. Bittada hamma Ha. Proseduraga kiramiz yana. Yangi funksiya. Bu button, click, amallar actionmidi? Action, ya'ni amallar bosilganda qilinish kerak bo'lgan ish. Bitta input kerak bizga, ana plus minus qaysi biri bosilgani. Mana to'g'rilab oling bunisini. Ichidagi bloklarni, mana buni ichidagi bloklar. Shuni olib o'taman. Mana x ni nomini o'zgartiraman. Action qilib. Ustiga olib kelsalaring, mana tugmalar chiqadi, o'zgaruvchilar olish. Mana buni ichiga qo'yib qo'yamiz. Ha. Buni ham kerak emas, tashlab yuboramiz. Plus bosilganda nima bo'lish kerak bizda? Action. Tekstdan plus berib yuboramiz. Minus bosilsa, minus berib yuboramiz. Keyingi amalimiz nima edi? Multiplication, ko'paytirish. X edi ko'paytirish. Duplicate. Keyingi subtraction. Subtraction ayirishmidi? Ayirish, mana bo'lish edi bu. Xo'p, bizda kalkulyatorimiz tayyor bo'lganga o'xshabdi. Xo'p. 12 plus 5 17 chiqdi. Ayiramiz bundan 6ni. 11 chiqdi. Chiqdi. Ko'paytiramiz 5 ga. 55. Chiqdi. Bo'lamiz 5 ga. 11. Chiqadimi? Qarang. Yes sir. Endi sizlarni mana bitta qo'shimchani ko'rishimiz kerak. Mana bu ilovalarning orasida har bittasini o'zini rasmlari bor. Shunaqa rasm qo'yishni ko'ramiz hozir. Men shu bilan o'tamiz. Rasm ko'rish 2 minut. 2 minut vaqt yetadi. Birinchi kalkulyatorga mos bitta rasm topib olamiz. Kalkulator logo PNG formatda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Logo emas, shuni icon deb qidirsalaring, haqiqiy iconchalar chiqib kelardi. App icon. Mana buchi. Yozuv bor ekan. Bo'ladimi mana shu? Xo'p. Kalkulator. Xo'p, orqa fonni o'chirib yuboramiz. Orqa fonni o'chiryapmiz. Ha, shuni biz nima edi? Kalkulyatorimizni ekraniga qo'yib ko'ramiz. Sal yedirib qo'ydi. Fotopiyada to'g'rilab olamiz. Fotopiyani o'tganmizmi? Xo'p. Open and place. Calculator logo. Xo'p. Open. Xo'p, qirqishimiz kerak buni 1 ga 1 razmerda.
ilovani aykonlarni hammasini razmeri 1:1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni yana 256 bo'lsa, bo'yi ham 256 bo'lishi kerak. To'rtburchak bo'ladi-da. Kvadrat shaklda bo'lishi kerak. 1:1 da kesib ko'ramiz buni. Endi xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Nimaga? Endi shuni saqlab olamiz. Fotopeya chaymadi buni. Sal o'xshamay qolibdi-da shu joyi. Xo'p, mana 340 turibdi-yu, o'lchami. Shuni 256 ga qo'yib olish tavsiya qilinadi ilovalarga ikonga qo'yishda. 256. Chunki razmeri 256 bo'ladi. Hamma tomoni. Hamma tomoni shu 256 bo'ladi. Endi Nastroykaga bosamiz mana bunga. Proyekt propertiesga sal pastga tushsak, app icon turibdi mana. Mana bu yerdan o'sha ilova rasmimizni yuklab olamiz, upload qilib. Browse kalkulyator logo saqladim. Okay. Endi build qilamiz. APK. Hozir hammalarning QR kodni skanerlab bemalol ishlatib ko'rsalar ham bo'ladi. iPhone'ga bo'lmaydi. Nimaga? Nima qilmaydi? Ay yomon bo'ladi. iPhone faqat o'zini App Store'dan yuklaydi ilovani. Nimasi yo'q uni aytmoqchi. Semarket yo'q. Onakasizlarmi? Bizni rasmimiz chiqyaptimi? Mana menda chiqdi rasm. Söz menga olmayapti. Bosgan butun do'stlarga menga o'tirib qo'yaman. Domla ko'paytirish qaysi biri? Ya oldi. Son oshib ketsa ko'paytirmaydi. Son oshib ketyapti-da, 45 ta ko'paytiring deyishga. Ko'p son yozganingizdan keyin oshib ketadi.